En ahir, dersimizin en ahirida biz ayollarga o'rtaq, insonlarga o'rtaq, odamlarga o'rtaq bo'lgan bir muhabbetni so'zlaymiz. U bo'lsa rag'batlantirish, encouragement. Rag'batlantirish degan gap boshqalarga jasorat berish deganlik. Esingiz bo'lsin, har qanday bir odam o'zining asli holatiga qaraganda nechasi kuchlik bo'ladi. Biroq u o'zining kuchlik ekanligiga ishonmaydi. Bu xuddi bu xuddi 10 kiloluk narsani ko'tara oladigan odam. O o'zining hargizmi 20 kiloluk narsani ko'tara oladiganligiga ishonmaydi. Chunki 10 kiloluk narsani ko'tara oladigan odamning tafakkurida, xayolida uning 20 kiloluk narsani ko'tara olish ishonishi mumkin emas. Albatta reallikda 10 kiloluk narsani ko'tara olgan odam %50, %100% 20 kiloluk narsani ko'tara oladi. Hatta 50 kiloluk narsani ko'tara oladi. Biroq u o'zining bu narsani ko'tara oladiganligiga ishonmaydi. Nemishqa? Chunki 10 kiloluk narsani ko'tara oladigan ahvol ostida sizning 20 kiloluk narsani ko'tara oladigan holatingizni tasavvur qilish, uning ishonish intayin tez bo'ldi. Mana shu vaqtda biz atrofdagi kishilarning rag'batiga muhtoj bo'lamiz. Eng oxirgi muhabbatli rag'bat suyumli savoqdoshlar. Mark Twain kichik odamlardan yiroqdir. Ular seni kichiltishga tirishadi. Kuchli odamlar seni kuchaytirishga tirishadi degan. Agar siz qarshi tarafni haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, qarshi tarafga haqiqatan muhabbat bermoqchi bo'lsangiz, siz doim qarshi tarafni kichiltishni emas, balki uni rag'batlantirishni asos qiling. Bo'ldi. Bu qatimliq darsim mushada oyoqlashdi. Kelar qatim ko'rishaylik.